Akalar, ukalar, assalomu alaykum. Bugun 22 fevral, haftani yakshanba kuni 2026-yil. Boboshbek bozoridan mana tashqari ko'rinishidan ko'rsatyapmiz, hurmatli muxlislar. O'sha Samarqand, Buxoro, Xorazm shunaqa joylarga ham mana shu joylardan yuklar ketyapti mana, qopda. Qayerga ketyapti aka shu yuklar? Samarqandga ketyapti mana. Hop. 50 nomer ekan. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'lyapti. Ertalab bozor o'sha 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar, jigarlar. Mana bozorda o'rta darvozasi. Bu yerda ham shu furalarda yuklar ketyapti. Xudo xolasa, xo'p. Mana furalarda shuna yuklar ketyapti shu tomonlardan. Vaqtliroq kelaverasizlar. O'sha donaga ham tovarlar sotilyapti, pachkaga ham sotilyapti. Tashqarilarda material sotadigan do'konlar bor. Mana. Yo'lda qirg'og'ida material sotishadi. Mana materiallar sizlarga. Shunaqa joy. Bozorda mana kirish tomoni. Vaqtliroq kelaverasizlar bozorga. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi. Mana yo'lda qirg'oqda material do'konchilar har kuni ochyapti.